Tövəndə diqqətinizə Şunqar kabi çağla namlıq çatma yazmamның 9-cı qismini təqdim qılıman. Şunqar kabi çağla 9-cı qismi. Mən bu çatma yazmanın bu qismini ayni çağlarda çətəlgə çıxıb ilim izləş arzusida tər tökən barlıq tirishchan dost birodarlarimga bag'ishlayman. Hökumət xarajati bilan o'qishga chiqadiganlarning inglizcha saviyasini sinash imtihoni bo'lgan EPT English Proficiency Test imtihonida olgan natijamning yo'qligiga qaramay, nimishqa meni hökumət xarajati bilan o'qishga chiqishdan qoldirib o'tishdi. Mening aspirantlik o'qiyotgan chig'imdagi yetakchi o'qituvchim maktab rahbarlarining biri edi. U mening o'qituvchim bo'lganligi uchun qanday o'qiydiganligimni biladi albatta. Shu men hökumət xarajati bilan o'qishga iltimos qilganda gap qilmayla tasdiq soldi. Yana bir qo'llash xatini fakultet mudiridan olgan edim. Birinchi qitimliq muzokarada o'tibdiman. Shuning bilan ma'rif nazoratidan jadvallarni akilib to'ldirgan edim. Mana endi men uning natijasini zo'r umid bilan kutib o'ltirsam, yelaqa abga sharting to'shmaydi ekan, seni qoldirib atdiq demasmi? G'azum qaynab, o'zini tutolmay uni qo'lingdan kelganini qilishava deb silkivatgan edim. Keyin bilsam, men necha xil sababning qurboni bo'lib ketibdiman. Buning birisi ishxona siyosatining sababidan ekan. Ya'ni mening bilan o'xshash tilda so'zlaydigan boshliq bilan mening muallimimning o'tirisida zig'iri pishmaydigan yerlar bor ekanda, mening ismim muzokaraga tushganda, bu palvon urg'uyum yetakchi o'qituvchining meni qo'llab qilgan fikrining beliga keltirib ajoyib boturlik bilan, ya'ni tirnoq ichidagi boturlik bilan palti chepivatgan va shu orqali o'zining gapini gap qila oladiganligini ko'rsatgan ekan. Eshakka kuching yetmasa ur to'qimini degan ma'no shu. Buningga moslashib manqurtlar uni qo'llashib bergan ekan. Chunki ularning ma'un boshqarma boshlig'i bo'lg'isi borda. Endi men Qaysarning pishay degan ishiga Avut bilan Davud birilib chichib qo'ysa, haqning kari nima? Xudoga shukr. Yelimi bu yig'inda boshqa Uyg'urlarmi bo'lib qopti ekan. Bo'lmasa, men bu ishlarning orq ko'rinishini nadim bilay. Ürümchidagi chig'imda xeyli amali bor, o'zini to'xtatgan bir kishi menga shundoq bir gap degan edi. Ukam, mushu bizning ba'zi azroq amali bor kishilarimizning qo'lidan ish tuzash emas, ish buzish keladi. Keyin men o'tgan ishlarni aslab, heliqa odamning mushu so'zni ma'lum amaliyatga asosan aytganligini bildim. Agar ular prinsip bo'yicha odillik bilan ish qilgan bo'lsa, menmi burang emasda bir narsani tushunmaydiganqa. Ularni tillab, ularning ichini ochiq qiladigan. Iqtisodshunaslikda boylikni eng a'lo shaklda taqsimlaydigan bozor qurilmasi erkin raqobatlik bozori shakli bo'lib, olg'uchi bilan sotuvchi o'rtasidagi munosabatni baho har ikki taraf rozi bo'lg'idek shaklda tangshaydi. Uningga boshqa kuch, ya'ni hukumatning buyrug'i yoki cheklama tuzumlari aralashdimi, bo'ldi. O chaqda boylikning taqsimlanishi a'lo bo'lmay qoladi. Ya'ni erkin raqobat monopollikning qarshi shaklidir. Mening ahvolimni dal shuning o'xshatishga bo'ladi. Men o'z iqtidorimga tayinib hukumat xarajati bilan chatalga chiqish salohiyatini hozirladim. Shundoq bo'lgan ekan, hukumat xarajati bilan o'qishga chiqadiganlarning shartlariga to'liq tushadigan bo'lganlikdan men qoldirilib qilinmasligim kerak edi. Demak, mening sonimni huquqdan iborat ijtimoiy boylikni vaqtincha kontrol qilib olgan, ya'ni monopol qilib olgan abgalar o'z xohishi bo'yicha boshqa birisiga ilib berdi cho'qim. Men ularning o'zining farzandlarini va tuqqanlarini, do'stlarini o'zlariga manfaat yetkazganlarni ishtik tasdiqlaganligi va tasdiqlaydiganligini, ya'ni huquq tutgan ba'zi ma'lumotlardagi yamchilik xususiyatning borligini nadim bilay. Yeydiganligini bilgan bo'lsam, gap bilan tazi yuzatdim-da menmi. Yomoni kelsa, Toshqo'rg'onga ketib tojiklar bilan azvu kihori amin shoh hastam deyishib yashasam bo'ladi emasmi? Ömrümdə
maktabda o'qish bilanli bo'lib, odamlarni esil, jamiyatni yaxshi deb o'ylab kelgan soddligimdan o'kindim. Jamiyatda shundoq bir turlik odamlar borkanki, o'zining ko'rgan kunini unutib qoladigan, taxsikashlik qilib, oz to'la amal tutib qolgan, oxirida o'zini va o'zgini unutib qolgan. Undaq chuprandilarni ko'zga ilibmi qo'ymaslik kerak albatta. Ashundaq tabiatlik odamlarning qaysi birisi xalqining, jamiyatning hurmatiga erishibdi oxir. Huquqdan qolgandan keyin elqi taxsikash cho'pqatlarmi yo'q. Ularni bosqini buruqtumliq va bechoralik. Ulardagi xizmat stili xalq uchun xizmat qilish emas, shon shuhrat qo'g'lishib o'zini ko'rsatish. Iqtidorsizlar huquq tutsa, xalq talafot tortadi. Chunki ular shaxsiyatchi va nomussiz keladi. Haqiqiy iqtidorli odam akavr bo'lmaydi. Yaxshi ishlarni ko'p qilib, ko'pning yaxshi bo'lishida hal qilg'uch rol o'ynaydi. Jumladan tirishchan yoshlarni qo'llaydi. Keyingi kechirmishlarim menga ko'p narsani o'rgatdi. Ayni chaqda men har xil o'ylab ketgan edim. Bundaq chaqda hamma xiyollarni qilib boqadi ekansan. Mening bu fursatdan mahrum qilishim menga damalliqqa biroz eg'ir keldi. Lekin uzoq qolmay hayotimda kech qo'ygan Xudoyim och qo'ymabdi degandek ish bo'ldi. Shu ish bo'lib 2 oylar vaqt o'tgandan keyin Amerikaning Boston shahriga joylashgan xususlar idorchiligidagi Sharqiy Shimoliy universitetining meni magistrlik qabul qilish xatini topshirib oldim. Garchi umidlangan bo'lsam, lekin o'qish mukofot puli bermaganini ko'rib yana mayuslandim. O chaqlarda xizmatchining bolasi bir yerda tursin, biroz savdogar yoki korxonchining bolasining Amerikaga o'z puli bilan o'qishga chiqishini anglab baxmagan edik dexe. Shuning bilan ta'til bo'lib 7-oyning oxirlariga borganda Urumchidagi hammani tashlab otishga ketib qoldim. Odamning beshiga g'am tushib ko'ngli singanda yurtini, ota-onasini bak seg'inadi ekan. Yurtga berib 10 kun tura turmayla yana ish chiqdi. Ya'ni dadamning do'sti G'ayrat akam meni izlab uyga keldi. Bu yerda meni ishni qistirib o'tkim kelyotdi. Asli atlab o'tib ketay degan edim. Ammo bu mening esimda qolgan ishlar nervamni g'idiqlab, uni to'kvatmasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Ayni chaqda aspirantda o'qigan ishimni yurtga tuqqanlar, tog' zahradagi tonish bilishlar bak cho'ng bo'lib ketgan bo'lib, meni katta bo'lishga o'qiyotdi, qo'lidan ish chiqadi deyishib ketishdi ekandiq. Buningdan 2 yil burun yurtga borsam, dadamning hozir rahmatli bo'lib ketgan bir navrat singlisi yig'lab ketdi. Jinim ukam, cho'ng o'g'lim oliy maktab imtihonidan o'tolmay bak ruhi tushib ketdi. Ali malning oldida bak sat bo'ldi. Bir amalni qilib Urumchiga o'qishga elib chiqib ketsam. Dal shu mazgilda O'ytaq degan tog'liq rayonda yashaydigan ota-onamning yosh chaqlaridan boshlab yaqin o'tgan do'stlar G'ayrat aka va bu Saodat acha ham cho'ng o'g'lining o'qish ishi bilan meni izlab O'ytaqdan Ustonachidagi uyimizga izlab ketdi. O'ytaq degan o'zgacha bir esil yurt bo'lib, u haqida ayrim yozg'im bor. O'ytaq xalqining o'ziga xos urf-odati bor. Masalan, ota-onasining do'stlarini balalar hurmat bilan Ayash ota, Ayash ana, ya'ni ayaydigan ota, ayaydigan ana deb chaqirishdi. Men shu O'ytaq pardasida ularni hurmat bilan G'ayrat Ayash ota va Busadat Ayash ana deb chaqiratdim. Men ularga oliy maktabga o'quvchi qabul qilishdagi ishlarni, ahvolni tushuntirib, tuqqunimning o'g'li bilan G'ayrat Ayash otaning o'g'lini Urumchida bizning fakultetning o'qituvchisi Pichandan kelgan mijozi chus ammo g'ururli kelgan Ibrohim muallim ochgan eglik boshqarish bo'yicha oliy texnikum diploma tartibtigan o'zligidan o'g'inish sinifiga ilib chiqa oladiganligimni, agar o'ngishli holda diplomni ola olsa, xizmatga o'rnashib ketalaydiganligini aytib, shu yil avgustning oxirida 2 yigitni Urumchiga ilib chiqib, maktab va yotoqqa o'rlashtirgan edim. Bularning ichida tuqqunimizning o'g'li belgilangan muddatda diplomni ilib qaytib bo'lgan edi, ammo G'ayrat Ayash otaning o'g'li texa olmagan edi. G'ayrat Ayash ota mendan yordam so'rab ketdi. Balam, aşı diplomni ilishib bersangiz. O'zim yurtda bo'lsammi, ko'nglimning bir yeri yana Urumchi dedi-da. Yosh chaqlar emasmi u? 10 kun jarayonida dardlarimni ota-onamga to'kib bo'lgan edim. Shuning bilan G'ayrat Ayash ota ikkimiz Urumchiga safarga atlandik. Urumchiga chiqqan kuni G'ayrat Ayash otamni yotqimga o'rlashtirib, fakultetga xatchak tashkiliga chiqdim. O kuni dal 7 avgust edi. Mana ishni ko'ring.
Sharq Şimal Universitetidan menga 13 ming dollarlik o'qish mukofoti berganlik xat 7 oyning oxirida kelib, 2 haftadak fakultetda turib qolgan ekan. Xatni ochsam 7 avgust qabul qildim deb javob bermasang, boshqalarga bu mukofotni berib o'tamiz degan gap bor ekan. Shu hamala ham xo'sh bo'ldim, ham jiddilashib ketdim. Bir do'stimning maslahati bilan o'qish mukofoti puli berdoq degan xatga imzo qo'yib, faks yo'llaydigan ham yana shu kunlar meni qabul qilgan fakultetga telefon qilib ahvolni tushuntiradigan bo'ldim. Yerimga pul silib, Dashiziga cho'ng pochtaxonaga bordim. Faksni silib bo'lib, Amerikadagi 2 yerga telefon urdim. Vay, bu men telefon urgan odamlarning inkostiki asliqni. Ular asta gap qilib xeyli jiq so'zlashib ketdik. Yoki men ko'p so'zlab ketdimmi? Chunki men ularga texnik pasportimning yo'qligini, xatni topshirib olganligimni, o'qish mukofoti pulini men bog'cha saqlab turish mumkinchiligi bor yo'qligini degandekla so'zlab ketgan edim. Ta'limga shu kundagi do'jorning xodimlar bir-biridan chiroyli ikki Uyg'ur qizlar ekan. Shu chaqda nemishqidir ko'zimga chiroyli qizlarning hammasi pochta telegrafda ishlaydigandek tuyulib ketgan edi. Pulingiz allaqachon tugab ketgan, qarsam muhim telefonda shuni uzatmadim. Amerikaga bordigan o'xshamamsiz? Inglizchangiz ajab ravankina, dedi egiz bo'yli qizil kelgan qiz iliq kulimsirab. Rahmat sizga. Ko'nglingizmi o'zingizga o'xshash go'zal ekan. Nesib bo'lsa borarman, nesib bo'lmasa telefon urg'ili yana nech kelarman, dedi men uning minnatdorligimni bildirib. 300 yan qo'ygan edim. 1 minutiga 24 yanmi ish qilib ashundaq ekan. Bu pul yetmay 200 yanda qarz bo'lib qoptiman. Darhol shu atrofda uyi bor bir do'stimga telefon qildim. Do'stining hojatini desa to'lparda kuchadigan u do'stim pulni ko'tarib likkida paydo bo'ldi. Sharq Şimal Universiteti iqtisod fakulteti mas'ullari men yetib kelguncha o'qish mukofotini saqlab turadigan bo'lishdi. Men shundala dedim. Endi navbat bo'yicha men bu maktabdan kelgan materiallarni ko'rsatib, pasport elishim kerak. Men Mart nazorati tashqi ishlar boshqarmasining boshlig'i Angliyada o'qib kelgan doktor Hakima Arshin xonimni izlab bordim. Hakima xonim Martning qimmatini tushunadigan ziyoli bo'lib, Dilshod Evzillarning Angliyaga o'qish chiqishida halqiliq rol o'ynagan edi. Qisqasi bu xonim bundaq ishlarning bujur-bijirini yaxshi biladi. Yaxshi ish o'tibkan, siz darhol fakultetingizdan, maktabingizdan qatilib, ma'vu chetaldan kelgan materiallarni elib, shaharlik jamoat xavfsizligi idorasiga berib, pasportga iltimos qiling. Bu nima gapdi amda dedim ichimda. Ertasi yo'lda fakultetimizning ma'lum mudiri Gav uchrab qoldi. Men uningga bu chaqiriq to'g'risida uchur berib qo'yay dedim, u dab soldi. Balkim chatga chiqishing qiyinga to'xtaydi. Bu nima deydiganda amda dedim ichimda. Ortiq gap qilmadim-da, fakultet mudiri so'ng ma'lumni izladim. Men so'ng ma'lum to'g'risida burni ozroq to'xtalgan edim. Hozir to'liqlab o'tay. Bu ma'lum 1993-yili aspirantlikka imtihon beradigan bolalarga siyosiy iqtisoddan tayyorlik kursi ochgan bo'lib, men shu yili uning kursi qatnashgan birdan-bir Uyg'ur o'quvchi edim. Bir qatimliq leksiyada men u kishining qimmat bilan bahoning munosabati to'g'risida so'zlagan mazmunga qarata jini bar bir savol qo'ygan edim. Dars tugagandan keyin u meni elib qilib, kimligimni surishti qilib, o'zining menga yetakchi o'qituvchi bo'lishni xohlaydiganligini aktivlik bilan bildirgan edi. 20 yildan keyin u bizning fakultetga mudir bo'lib keldi. Boshqalarning anglashimcha, ota-onasining asli yurti Tianjindan bo'lgan bu kishi aslida balalik davrini G'uljida o'tkazib, boshlang'ichning 3-yilligicha Uyg'urcha maktabda o'qigan ekan. Men keyin bu odamning men fakultetning o'quvchilar uyushmasi o'rlashtirgan No'ro'z faoliyatida she'r o'qisam, nemishqa diqqat bilan anglab o'ltirib ketganini tushundim. Bu odamning Ishkirda oliy maktabda ingliz tili kasbida o'qiyotgan o'g'li bo'lib, bu odam alaydan balasiga inglizcha o'rganish usulini so'zlab bersang deb, Boytaqlar binosidagi yotqimga o'g'li bilan birga meni izlabmi kelgan edi. Men so'ng ma'lumni izlab, Gav ma'lumning degan gapini tushunmaganimni aytdim. Sen a'lochi o'qigan o'quvchi degan Qaysar, hozir bizning yosh o'qituvchimiz. Har holda atrofingdagi odamlarga gap qilganda so'zda diqqat qilasan. Birarsi ustingdan birini berib qo'ygan o'xshaydi ekan. Shun ikki odam surishtirib gapdi. Men seni o'ginishdan boshqani o'ylamaydigan yosh deb so'zlab ularni qaytarib etdim. Buningga necha oy bo'ldi. Seni rohatsizlanib ketmasin deb aytmagan edim. Sen o'qib kelaman desang, men tasdiqlab beraman. Chunki qanotini ko'targan qush uchmay qolmaydi degan gap bor. Bo'pti berib o'qib kelgan, lekin qaysi bir kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ishlab qolsang, meni aslab qo'yasan. So'ng ma'lum shundaq deb kulib qo'ydi. Uning kulgisi samimiy edi. Rost deganda men materialimni ko'tarib oldiga borsam, shu amalni qo'l qo'yib berdi.
Bundan 6-7 yil ilgari fakultetimizda magistratda o'qiyotgan bir Uyg'ur bola menga mundaq xat yozibdi. Salom Qaysar aka, yaxshimisiz? Sizga bu xatni yozishimdagi maqsad birla. Ya'ni bir Uyg'ur bola bilan billa sizga tashakkurimizni bildirish. Oldingi hafta so'ng ma'lum dars jarayonida nemishqidir tuyuqsiz to'xtab, nurg'un Xitoy o'quvchilariga qarab shundoq dedi. Sizlar Uyg'ur o'quvchilardagi tirishchanlikni, g'oyani bo'sh chaqlamanglar. Uyg'urlar bir munavvar millat. Bizda o'qigan Qaysarda bir o'quvchi bo'ladigan. Nurg'un qiyinchiliklarni yengib, yaxshi o'qib Amerikaga chiqib ketgan. Hozir Harvard universiteti ekan. So'ng ma'lum shu gaplarni davatganda Xitoy o'quvchilar jimjitlik cho'kdi. Ammo biz bak faxrlik hissiyotga cho'kdik. Rahmat sizga aka. Men so'ng ma'lumning har holda haqiqatni amaliyotni izlaydigan, odillik inga bo'lgan ziyoli ekanligini bilganim uchun bu kishiga hurmat bildirdim. Bu ma'lum bultur o'lib ketibdi. Uni anglab, "Hey" dedim ichimda. Bu odamning o'rniga millat Xitoydan birisi o'lib ketgan bo'lsa-chi. İnsan balası nima bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi ko'ngilni unutmasligi kerak. Men fakultetdan tasdiqni olgandan keyin dedim. Endi yana qo'lingdan kelishavadi. Men silkigan guyning ishxonasiga chiqdim. İmtihondan jafo chekib men o'ssam, "Ma guyni qara. Yana oldim kepsan-go" deganda qaraydi. Men endi uning hukumatining pulini hajlamayman-da. Shundaqdimi u ishni keyniga surdi. Ishxonasiga borsam uyga bor deydi. Uyga borsam ishxonaga chiq deydi. Hech bir qo'l qo'yib berdigandek emas. Men sadda bo'laman, ashundaqmi bo'lam deman-a? Quruq qo'lning quruq quloqqa yaxshi qo'shaqmaydiganligini bilaman, lekin yo'lliq ishlarga imzo qo'yish uning vazifasi qo'y. Bir kuni u men bilan ishxonasida ko'rishmoqchi bo'ldi. Borsam u ishxonasida yo'q, vaqt qistab ketyapti. Jillichilikda bu xumparning ishxona ishiga bir necha tip tamlarga urib toza mushlavatsam Abdurshid ismli ma'lum kelib qolsa bo'ladi. Ağzımdan chiqayotgan sat gaplarga qarab bu odam u yoq qarab dedi. Fikam, o'zingni tutib olinglar, ochiq bayda qilmaydi, qalpoq kiyib olmanglar. U degan 1997-yili Sazguri chaqlaydi-da. Ashu achchig'imda guyning balasi oldim kelib qolgan bo'lsa, urishib ketatdim cho'qim. Abdurshid ma'lum meni yondirib, maktab ma'muriy binosining oldiga ilib chiqib ketdi. G'azvim yana yanmay turgan edi. Bizning fakultetning siyosiy yetakchisi hozir universitet o'quvchilar boshqarmasining boshlig'i Jaloliddin kelib qoldi. Nim bo'ldi dedi qaramtılroq kelgan Jaloliddin. Ko'rdingmi, maguyning qilayotgan qilig'ini? Jaloliddin gapni boshqa qildi. O'qib bo'lgandan keyin qaytib kelasa? Qaytib kelman. Qaytib kelib mundaq badbaxtlarning tanavini tataman. Bir haqliq ishlar o'z yo'lida bitadigan ishlar. Mana bu shundaq bir qism chuprandlarning to'sqinligi bilan nohaqchilikka aylangandan keyin og'zingdan har gaplar chiqib, idrak o'zini yo'qitib qo'ydi ekan. İşlar kayniga surilgan siri mijozim chuslashib ketdi. Menmi bu dishqoqda. Bug'ini saqlab uning ishxonasiga borman, yana yo'q. Yana saqlayman, yana kelmaydi. Tuyuqsiz ko'zimga hozir madaniyat nazoratiga nozir bo'lgan Muxtar Maqsudning ko'zaynikini taqob ishxonasida gizit ko'rib o'ltirgan holati tushib qoldi. Ma'va aqlimni Ma'u Muxtar Maqsudning inisi Qonun fakulteti 87-yil 2-sinfda o'qigan Mahmud Maqsud men bilan xili yaqin. Uning ingliz yaxshi, Mahmudning ingliz yaxshi bo'lib, ingliz so'zlash so'rovlari bilan boradi. U hozir Torontoda yashaydi. Ham bu Muxtar Maqsud meni tanıydı. Shuning bilan uning ishxonasiga usibli kirdim. Qo'limda hujjat. Muxtar aka, yazdı sen taz yazsız. Bilim, ma'rifat, uguninglar millatim deb. Qo'yinglar mening imzosingizni. Demiş bu. Men uni tushundirdim. Muxtar akam gap qilmaydi, imzosini qo'yib berdi. Shuning bilan men yalaqi xumsining oldiga bormadim. Dedim. Amdiki navbat maktab rahbarlarining tasdiqini elishidi. Meni hukumat xarajat bilan o'qib ketmasin deb tasdiqlanmagan odamning bu qitimni to'sqinlik qilishini ansirimda munosabat izladim. Shundoq bir jabr jafoda uning uyiga yuzi bor birisi bilan kirdim. Sening bir nimangni. Men oliy maktabning o'qituvchisi-da. Uyga kirib, amdi maqsadni aytmayla, yuzlik odamning oldida bu kishi Dongsongrining bombasida portlab ketayotmamdi. Menga shundoq sat ham untilsiz qo'pol muomala qildi-da. Bu qadar sat muomalaga uchrashimni o'ylamabdi ekanman. Menmi ishlarda kam qo'saqlikni o'zaro kechirishni tashabbus qilaman. Ammo bundaq o'rni o'zgarganda kishilik xarakteri o'zgaradigan xamulyonlarni kechirishni to'g'ri topmayman. Bu kuni ho'kiratgani nimasi? Uning ikki tal narsasi. Bu kalvalarni ho'kiratgani nimasi? Qobiliyatiga tayinib emas, munosabatiga tayinib erishgan atalmış amali.
Men mana mushundoq o'z xalqiga ho'kiralaydigan manqurtlarni mangu ko'zga ilmayman. Qayerda bo'lsa. Uning man qilgan qo'pol muomalasini ishimga sig'dira olmay portlab ketay deb qoldim-yu, yaqinlarimning ish-mushiga kelganda o'zingni tutib ol deb besishi bilan dardimni ichimga yutdim. Oxiri fakultet va maktabning tamg'illari besilgan hujjatlarni shaharlik jamoat xavfsizlik idorasiga topshirdim. Angacha sentabr oxirlashib qolay dedi. Meni shu mavsum Xitoy o'quvchilariga xalqaro pul muomala darsini o'tishga o'rinlashtirgan bo'lib, bir tarafdan xitoycha leksiya tayyorlayotgan edi. Nima sababdan keyin dars 1-oktyabrdan keyin boshlanishga o'rinlashtirilgan edi. Agar Amerikaga chiqib ketmagan bo'lsam, Gojejin Rom deb xitoychaning otish padisida International Finance deb inglizcha, yaxshimisizlar deb uyg'urchani uchini aralashtirib, Xitoy o'quvchilarini ayyolatib dars o'tib ketatdim-da. Bundan sirt boshqalarning tajribasiga asoslanganda, mening olgan o'qish mukofotim faqat o'qish pulini to'liq ko'taradigan, ammo turmush puli beradigan mukofot bo'lmag'achqa, yana qo'shimcha materiallarni tayyorlashim kerak bo'ldi. Ya'ni 12 ming dollarning isbotini elish. Men 2 qo'lliq tutish qildim. 5-chi kun tushganda kimni izlaysan? İmkoniyati bor ko'rganlar odamni izdigili bo'lmaydi dedi. Bir millat va jamiyatda har bir davrda oz sonda bir turkum odamlar bo'ladi. Ular to'g'ri so'zligi, mehribonligi, mas'uliyatchanligi va xalq suyarligi bilan jamoatning hurmatiga erishib, boshqalarga ulga, yoshlarga ilhomlantiruvchi kuch bo'ladi. Nazarimda Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'li, mashhur jamoat arbobi, tabibullah olimi Abbos Burahna apandim shundoq zot edi. Shunga bu zotni izlab uyga bordim. Darhaqiqat bu zotning shon shuhrati bekorga taralmabdi ekan. Uyini tepib bag'rimda intayin xushray kutib oldi. Uydagilarga tanishtirdi. Ahvolimni tafsili anglab yozib oldi hamda o'g'li Rishad akaning aloqa nomerini berib, Rishad akaga topilayman. Aloqa qil, cho'qim tegishli yordamda bo'ldi dedi. Men bu zotdan cheksiz xursand bo'ldim hamda Rishad aka bilan aloqa qildim. Rishad aka meni qabul qilgan maktab bilan aloqa qilib, ular talab qilgan materiallarni topshirib, maktabdan I-20 ni elib, tiz yo'llanma qilib selib berdi. Bu pochta yo'llanmasini Rishad akamning universitetda o'qituvchilik qilgan hammasi hozir rahmatli bo'lib ketgan Elnur acham qo'limga yetkazdi. 5-chi kun tushganda voy do'stim degan odamlarmi sinadi ekan. Men yana o'zimning nomida 12 ming dollar pulim bor degan bankning isbotini elishim kerak. U chaqda sen kim bu pulni berib turib isbot elib, yana o'zining hisobotiga yetkazishni xohlasin. Bundaq chaqda voy adash, ashunday chaqlar kelsa, mening har sodiga og'inlarim bor degan og'inlarim esimga keladi ekan. O'zi inglizcha o'rganayotgan, oliy maktabda o'qituvchilik qilgan bir bola bor edi. Do'stim deb olqanmaydi. Yatqingiz deb kelib paranishib ketadi. Uning menga shunday deganlari esimga kelib, bir kun ahvolimni eshitsam, bay sodigar og'inlarning ichkiri ekanligini, qanday yordam qilishni bilmaydiganligini aytdi. Albatta tushunishlik. Shuning bilan 5-im ketib maktab kutubxonasining oldidan ketib olsam, fizika fakultetining o'qituvchisi Mahmudjon aka uchrab qoldi. Amerikaga o'qish chiqadigan deb angladim seni, ishlaring qandaroq? Men ahvolimni unga aytdim. Bugun tushdi tepishayli dedi u shu zamatla. Bizning maldan bir bay chiqib qoldi. Shuning deb baqayli. U mushu tush mazgil do'nko'rik to'la bo'ladi, berib baqayli. Shuning bilan ikkimiz paranglashib g'albiyat yo'lini bo'ylab do'nko'rik tushdik. G'izolinib bo'lib, birinchi yo'l bekatining yanida üzüm setib turgan bir odamning yanida tursaq, bir amerikalik sayohatchi kelib, üzümga qarab turib ketdi. Darhol men uning tarjimonlik qilib berdim. Angacha bir necha odam o'lashdi. Hukam siz o'zingiz kim bo'lasiz? Inglizcha yaxshi so'zlaydi ekansiz, dedi egiz boyliq odam. Men tanishlik berib ahvolimni aytdim. Ism familiyangizni bering hukam dedi bu kishi. Uyim Aviyada, at tushdi uyga keling, sizga rasmiyatni elib oling. Men bu tuyuqsiz kelgan yaxshilikdan bakil qo'sh oldim. Bu odamning turqidan gangonliqqa chiqib turadi. Atsi men bu odamni Mahmudjon aka bilan izlab bordik. Bu kishi tayyorlangan materialni menga berdi va o'zining texi 10 kun burun Eliqi menga sodiga do'sti orqali yordam qilmoqchi bo'lgan balaning ishini qilib berganligini hamda uningga hojatman o'quvchilar bo'lsa o'zining yordam qilganligini deb qo'yishni jikilganligini aytdi. Buni anglab bu odamning mard oq ko'ngligidan so'yingan bo'lsam, av balaning qo'sining tarligidan ko'nglim g'ash bo'ldi. Shundan keyin men uning mavjudligini unutib ketdim. Keyin u natchirat meni izladi. Tamoq taklif qildi, lekin men odamlar bilan shaklga munosabat qilmayman. Shunday ekan, nima ish qilaman vaqt isrof qilib, uni aldab, o'zimni aldab uzun yillardan keyin anglasam, u yana shu o'rinda xizmat ekan. Qistirma. Shu ish bo'lib, 1 yil o'tgandan keyin
Mahmudjon aka Bostonga men kelgan maktabga doktorlik o'qishga keldi. Men Bostonga kelib 2-yili eliqa menga ishxonasidan faks silishib bergan do'stim. Ham yana eliqa menga isbot chiqarish yordam qilgan Sodigar akaning o'g'limi men qabul qilingan Sharq Shimol universitetiga o'qish qilishdi. U yillarda Amerikaning vizasini elib o'qishga kelish intayin ta'sidi. Ammo ular o'zlarining yaxshi niyatlariga kuchli orzulariga yetishdi. Yana bir necha do'stimga o'qish fursati yaratib berdim. Ulardan ikkisi viza ololmadi, ikkisi o'qishga kelish emas, vizaga kelishdan voz kechdi. Voy, ularga avatgan chaqiriqlarimga voy. Demak, men yaxshilik qilg'uvchilarni qadrlayman, ish tarlardan yerginaman. Har inson bu dunyoda o'z niyatiga kuchli kun ko'radi. Ishtarlik insonning xususiyati bo'lmasligi kerak. 1997 yil sentabrining oxirlari men texi Urumchida. Kunlarim o'qishga chiqish rasmiyatlarini bejirish bilan haddidan ziyoda aldirash o'tib o'tadi. Har kuni kechga taqib kelatdim-da, karavotga o'zimni gupib tashlaydim. Bu ishlardan atrofimdagi hech kimni xabarlantirmadim. Shodligimni, dardimni o'zimni bildim. Chunki men bir muallimning ogohlantirishdan keyin kishilarga gumon bilan qaraydiganroq bo'lib qolgan edim. Bir kuni so'ng muallim ishxonaga chaqirdi. Qaysar, sen pasportga iltimos qilib ekansan. Shaharlik jamoat xavfsizligi idorasining telefon kelibdi. Sening rasmiyating to'liq emas ekan. Ma'rif nazoratining tamg'isi kam ekan. Shuni ilib bormsan bermaydi ekan. Men hamdan tutun chiqib ketdi. Shuning bilan darholla ayni chaqda menga maslahat bergan hakim xonimni izladim. Ukam, men sizni ortiq chiqim tartib ketmasin deb shunday maslahat bergan. Ba'zi bolalarning ashundoq udulla ham tiz rasmiyatlari putib ketgan. Ma'rif nazoratining tamg'isini besish uchun nurg'un pul ketadi. Hukumat tarbiyalash qoladi. Siz ommaviy ma'rifdan 8 yil bahramand bo'lg'achqa har bir yilga hisoblab pul oladi. Ala sharingni yo'q chilib iching, ko'tara olmasang sangiltib ol. Vaqt men uchun yangi qimmat fursat g'animat. Uni barliq tanlari chidab ching tutishim ham chidishim kerak. Atsi juma kuni edi. Agar men ma'rif nazoratining tamg'isini shu kun ola olmasam, oktyabr bayrami boshlanib ketadi-da, Xudo o'zi biladi qachon chiqishini bu pasportning. Bu tasdiqni elishim uchun avval pulni to'lashim kerak ekan. Ular hisoblab menga 20 necha ming qo'y to'laysan dedi. Ma'qul dedim, ammo shu vaqtning o'zida to'laydigan pul yo'q-da. Ayni chaqda lektorlik maoshim 500 yuan. Alayda ta'minotdan bahramand bo'ladigan professor Abdukarim Rahmonmi ayni vaqtda iyg'a 1000 yuan olsa oladi yoki ola olmaydi. Ta'limga oliy maktabda menga 4 yil sinf mudiri bo'lgan muallimim nazoratning bir boshqarma boshlig'i bo'lib yetkilib ishlayotgan edi. Muallim men uchun Qaysar pulni cho'qim to'laydi deb xat yozib bergandan keyin, ya'ni kepillik bergandan keyin yashagan bir Xitoy kishi bir hujjat chiqarib berdi. Men buningga yuqori darajalik amaldorlarning imzosini ilishim kerak ekan. Qerishqandak ma'rif nazoratiga tasdiq sola oladigan odamlar u joqda Urumchida emas ekan. Bosh kotib Tibbiy universitetining doktorxonasining yuqori darajali kadrlar bo'limida qiynatishni kutayotgan ekan. Darhol taksi to'stimda tibbiy universitetga chopdim. Yugurib yurib qavatma-qavat izlab u odamni aran topdim. Shu chaqda Mejit Nasirmi shu yerda davolanayotgan ekan. Qaraganda bu bosh kotibning qiynatishimi yuqori mansab tutgan kishi bo'lsa kerak. O'lay deb qolgan qiynatishning yanında kasal kutib, kishilik hayoti talashqudek bir ishning yo'qligini, kishilarga qiyinchilik akilishning yaxshi emasligini his qildimi bu kishi ilib qolgan hujjatimga bir ig'iz g'ing qilmay imzo qo'yib berdi. Shuning bilan darhol Urumchi shaharlik jamoat xavfsizligi idorasiga chopdim-da, materiallarni topshirib etdim. Endi gap ma'rif nazoratiga berib pulni topshirishim dedi. Chunki muallimim menga kepil bo'lib bergan bo'lib, u odam mening sababimdan xijolatchilik qilmasa kerak edi. Shu chaqda balamiz Amerikaga menga degan deb anglab, bolalari tug'ilgandan boshlab to'yi uchun maoshlaridan pul yig'adigan ota-onamning 30 ming yuan pulni ko'tarib Urumchiga chiqqaniga bir necha kunlar bo'lgan edi. 30 ming yuan pul. 1997 yili xili ko'p pul edi. Oliy maktabning lektorlari iyiga 4-500 yuan oladigan 1 kilo go'sht 10 yuan chaqlaydi. O mening g'amga cho'kkan holda ularning yiniga berishim, ya'ni mening g'amga cho'kkan holda ota-onamning yiniga berishim, ularni besaramjon qilayotgan chig'i so'rab ketdi. Nima bo'ldi jinim bolam? Men yig'layotgandek bo'lib bo'lgan ishni deb berdim. Dadam darhol bir kichik qora so'mkasini ko'tarib chiqdi-da, bir bog'lam pulni qo'limga tutqizdi. Balam, "Ma'u pulni biz sening to'ying uchun chiqqan. Qaraganda Amerikaga o'qishga chiqishing to'yingdan burun bo'ladi. O'xshaydi. Ma'u pulni ishlat. Anang bilan ikkimiz hayotlab bo'lsak, boshqa ishlarni yana biz balam. Men berib bu pulni to'lab kel." Ota-onadagi balaga bo'lgan shaxsiyatsiz beg'ishlash naqadar muqaddasa. Men ularni chin quchoqladim. Mening ko'zimda yosh, ularning ko'zida ham yosh.
Men 27 yoshga to'lay deganda, ya'ni 6-oktyabrda tunji qatim pasportni qo'limga oldim. Ya Allah, pasport degan senmi, oladigan menmi? Onu elib chaqmaq belgisi bor ko'nikimning maydonchiqiga soldim. Uyga kelgach, to'li qarab, to'li tutib, uningga to'li qarab, uningga. Tuyuqsiz mening heliqi mart nazaratiga to'lgan pul kallama qilib oldi. Tonishtirib qaytarib olg'il bo'lmasmi bu pulni?